qadrdonlar, o'sha hammaga mashhur bo'lgan 82 bir Chorniy Boomer traktorimizni o'z egalariga topshiramiz hozir. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Traktor Boris korxonamizga Jizzax viloyati Arnasoy tumanidan Sangzor fermer xo'jaligidan mana Baxtiyor akamiz keldilar. Baxtiyor aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Va bizdan 82 bir balichniy most, ikkita 82 bir balichniy mostimiz hamda 5 turdagi agregatimizni xarid qildilar. Aka, texnikalar muborak bo'lsin. Rahmat, kam bo'lmanglar. Texnikalarimiz haqida, bizni korxonamiz haqida o'zingizlarning bir qisqacha fikringlarni bildirsanglar, qayerdan ko'rib keldinglar bizni? Bu ma'lumotni texnikalarimiz internet orqali topdik. Banishni mostga qiziquvdik. 82 bir pozitsiyasiga mana yaxshi. Bittasini tuning qilingan gap bo'lishi mumkin. Bunda magnitofon, kolonka hammasi bor. Rahmat. Gap bo'lishi mumkin emas. Xizmatlaringizga rahmat. Kam bo'lmangizlar. Aka, sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. Traktorlaringiz, agregatlaringiz yaxshi kunlaringizda xizmat qilsin. Bundan ham katta texnikalarni olish bizni Traktor Boris korxonamizda olish nasib qilsin aka. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar. Akalarimiz traktorlariga yoqilg'ilarini ham to'ldirildi va haydab ketish uchun tayyor holatda turibdi. Endi akalarimiz olgan o'sha agregatlarini qisqacha obzorini qilib o'tamiz va oxirida o'sha Chorniy Boomer traktorimizni narx-navosi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Videoni kuzatishda davom eting. Xo'p, qadrdonlar, ko'rishimiz mumkin, akalarimiz xarid qilgan agregatlarni birinchisi 5 qatorlik frezerni kultivatorimiz. Bu o'sha 5 ta qator orasiga tushadi. Bemalol qator orasini ham moslashtirsangiz bo'ladi bunda. Ko'rishingiz mumkin, o'zini pichoqlari bor. Bu pichoqlari orqali bu o'sha yerni yumshatib ketadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan ushbu agregatimiz Yurdusar firmada hozirgi kundagi narxi 115 million so'm ushbu agregatimizni. Xo'p, keyingi agregatimizga keladigan bo'lsak, bu bizda Talfach firmasiga tegishli bo'lgan frontalniy pogrushchigimiz. Bu 800 kilodan 1 tonnagacha ko'taradi. MTZ traktorlariga ustanovka qilsangiz bo'ladi. Bizni o'zimizda ustanovka qilib berishadi sizlarga, bemalol ustanovka qilib berishadi. Bu Talfach firmasiga tegishli bo'lgan frontalniy pogrushchigimizning narxi 65 million so'm hozirgi kundagi narxi. Va bizda keyingi agregatimiz mana ko'rishingiz mumkin, o'sha Belarusiyani o'zida ishlab chiqarilgan, Minsk zavodida ishlab chiqarilgan 3 korpusli plugimiz, ko'rishingiz mumkin. Plugimiz hozirgi kundagi narxi 32 million so'm. Va bizda keyingi agregatimiz ko'rishingiz mumkin, o'sha press podborshikda xo'rozi hisoblangan, Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan, Turkiyada o'sha Italiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan Galignani firmani press podborshigi. Bu agregatimizning narxi hozirgi kunda 245 million so'm. Va bizda akalarimiz lazerniy planirovshik ham xarid qilishgan. Lazerniy planirovshigimiz bizda tayyorlash jarayonida sizlarga lazerniyimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Va akalar ko'rishingiz mumkin, o'sha akalarimiz xarid qilgan lazerniy planirovshigimiz mana tayyorlash jarayonida ketmoqda. Eslatib o'taman, lazerniy planirovshiklarni fermerlarimiz uchun boshlang'ich to'lovsiz 5 yil muddatga xo'p imtiyozli kredit asosida chiqarib beriladi. 30% subsidiya hamda 12% NDS bilan. Aytgancha 2 yil imtiyozli davra ham bor. Do'stlar, ko'rdinglar, hozir lazerniy planirovshigimiz ham tayyorlash jarayonida ketmoqda. Bu yoqdagi agregatlari, traktorlarini ham tayyor holatda turibdi. Hozir akalarimizga chiroyli holatda ortib, uylariga kuzatib qo'yamiz. 82 bir traktorimizni mana stok holatdagisi. Bunga ham biz o'z xizmatlarimizni ko'rsatib berganmiz mijozimiz uchun. Orqa oynalariga tonirovkalarini tortib, oyog'in teglariga qo'liklarini solib berganmiz, chiroyli holatda qilib. Va bizda mana o'zingizlarga mashhur bo'lgan, hamma bilgan o'sha Chorniy Boomer traktorimiz ko'rishingiz mumkin. Bu o'zimizni o'sha servis sentrimizda hamma ishlari o'sha servis sentrimizda qilingan. Ko'rishingiz mumkin, qora matoviy rangga bo'yalgan. Buni professional darajadagi ustalar sepishgan. Ertaga hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Ko'rishingiz mumkin, mana ichlari ham o'sha hozirgi kunda mashhur bo'lgan Tiffany rangga o'zgartirilgan, monitorlar qo'yilgan, kolonkalar qo'yilgan, ana ko'payib ketib qoldi. Tonirovkalar, krugovoy tonirovka qo'yilgan bu traktorimiz. Ushbu traktorlarimizni hozirgi kundagi narxi, stok holatidagi narxi 355 million so'm. Agar
xuddi shunaqa tuning bo'lgan traktorimizni narxini bilmoqchi bo'lsanglar, kommentariyaga Belarus so'zini yozib qoldiringlar yoki bo'lmasam quyidagi raqamlarga murojaat qilinglar. Biz sizlarga batafsil ma'lumot beramiz.